Bir kishi o'lim jazosiga hukm qilindi va unga ikki xil tanlov berildi. Dorga osilishni xohlaysanmi yoki ilon chaqishdan o'lishnimi? U biroz o'ylanib qoldi. Ilon chaqishi tezroq va kamroq og'riqli bo'ladi deb hisobladi. Shuning uchun u shunchaki ilon mayli, u meni chaqa qolsin dedi. Sochlar uning ko'zlarini bog'lashdi va pichirlashdi. Bu dunyodagi eng zaharli ilon deyishdi. U ilonni ko'ra olmasdi, lekin uning vishillashini va yaqinlashib kelayotganini eshitardi. To'satdan uning qo'liga ikkita o'tkir narsa sanchildi. 10 soniyadan so'ng uning tanasi qotib qoldi va u vafot etdi. Lekin gap shundaki, u yerda hech qanday ilon yo'q edi. Shunchaki ikkita zararsiz igna bor edi xolos. Biroq shifokorlar murdani yorib ko'rishganda, uning qonida haqiqiy zahar asoratlarini topishdi. Vaholanki uni hech qachon ilon chaqmagan edi. Chunki uning miyasi bunga ishongan edi. Uning ongi o'lishiga shunchalik amin ediki, u tanada xuddi zaharlangandagi kabi reaksiyani keltirib chiqardi. U ilon chaqishdan emas, balki ishonch tufayli vafot etdi. Chunki eng kuchli narsa siz bilan nima sodir bo'layotgani emas, balki siz nima sodir bo'lyapti deb ishonishingizdir.